Bugun sizlar bilan kanalizatsion viresiya haqida gaplashib o'tamiz. Bu kanalizatsion viresiyamiz 150 razmerda bo'ladi. Yuzlik turbamizga 150 traynik qistirib bo'lmaydigan joylara o'rnatiladi. Ko'pchilik avvallari giraverga perixoshga rakovina o'rnatmagan bo'ladi. Endi siz shu rakovina o'rnatishni rejalashtirib turgan bo'lsangiz, shu rakovinani kanalizatsiya suvini yo'lini ochishda kanalizatsion viresiyamiz yordam beradi. Buning uchun bizlara yuzlik turbaga kanalizatsion viresiyamizni joyini do'shib olishimiz uchun koronka kerak bo'ladi. Kanalizatsion viresiyamizni komplektidan Severlo hamda koronka podarka sifatida qo'shib beriladi. Sizlar bilan birgalikda yuzlik turbamizga kanalizatsion viresiyamizni o'rnatib ko'rsatib beramiz. Albatta, ehtiyot choralarini ko'rgan holda. Hurmatli obunachilar, hozir shu yuzlik turbamizga kanalizatsion viresiyamizni qo'yib olish uchun avval shuni joyini Severlomiz yordamida do'shib olamiz. Bismillah. Hurmatli obunachilar, ko'rganlaringizning kanalizatsion viresiyamizni qo'yib olish uchun joyini Severlo yordamida do'shib oldik. Endi birgalikda qistirib olamiz. Kanalizatsion viresiyamizni turbamizga qistirishdan oldin turbaga deydigan joyini zazorni ochib olish uchun o'zining rezvasi bor. Shu rezvasini полностью depaya ochib olamiz. Ochib olganimizdan keyin endi buni yuzlik turbaga qistiramiz. Salniki turbaning ichan tarafına o'tdi. Endi yana boshda rezva joyini полностью qisganimizdan keyin bu kanalizatsion viresiyamiz yuzlik turbaga mahkam yopishadi. Ko'rganlaringizning kanalizatsion viresiyamizni yuzlik turbamizga mahkamlab oldik. Ko'pchilik kanalizatsion viresiya o'rnatilgan joydan suv oqadi deb aytibdilar. Bugun sizlar bilan shu suv oqadimi yo'qmi shuni birgalikda ko'rib o'tamiz. Avval zaglushga uramiz. Endi ko'rib turgan kanalizatsion viresiya o'rnatilgan joyidan suv oqmasligini tekshirish uchun ichine suv solib tekshirib ko'ramiz. Kamerani yaqinroq kelamiz. Hurmatli obunachilar, kanalizatsion viresiyadan o'tirib turbamizning ichine suv doldurdik. Kanalizatsion viresiyamizni atroflaridan suv oqmadi. Bemalol kelib o'rnatishlaringiz mumkin bo'ladi. Sifatini gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar bilan birgalikda tajribadan o'tirib ko'rdik. Bemalol ESN santexnika magazinimizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Kanalizatsion viresiyalarimizni narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomer qoldiraman. O'zlaringizni qiziqtirgan santexnikaga oid savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Videoga bir like bosing, yaqinlarga ulashib qo'ying. Shunday foydali ma'lumotlarni o'tirib bermaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.